Amerika hökuməti ötən bir neçə ildən buyan Uyğur diyarındakı zulm və bastırışlarını ayıplab kelgan bo'lib, 2017-yili rəsmi qanunga aylanğan Yer şari Magnitsky qanununun vücudga kelishi buningdagi bir muhim namoyanda bo'lgan edi. Amerika Maliya Ministerligi ana shu qonundagi moddalar bo'yicha 2020-yil 9-iyul kuni Uyğur diyoridagi zulmga bevosita javobgar deb qaragan Chen Juango, Zhu Hailun, Wang Mingshan va Ho Rijun qatorliq 4 nafar yuqori darajali Xitoy amaldoriga, shuningdek Chexiya nazoratiga rasmiy jazo e'lon qilgan edi. Ardından uzun o'tmay buningga Bing Tuan hamda uning Xitoy rahbarlaridan Wang Junjing, Chen Mingo, Sun Jinlong va Peng Jiaorui qo'shilgan edi. Bu xildagi zulmga javobgar Xitoy amaldorlariga jazo berish tadbiri Bayden hukumati davrida yana bir qatim ijro bo'ldi. 2021-yil 10-dekabr kuni Amerika Moliya Ministerligi rasmiy uqtirish taqitib Uyg'ur avtonom rayonining sobiq raisi Shohrat Zokir va hozirgi muvaqqat raisi Erkin Tunyazga jazo e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu embargoning e'lon qilinishi 10-dekabrdagi xalqaro kishilik huquq xotiri kuniga to'g'ri kelgan. Moliya Ministerligining muavin ministri Vali Adiyemo nomli e'lon qilingan bu vaqtdagi bayonotda mundaq deyiladi. Bizning bu harakatimizga Angliya va Kanada ovoz qo'shdi. Biz bu orqali dunyoga demokratiya har qachon zulmga va haqlarni oyoq osti qilishga qarshi harakat qo'llanishni to'xtab qolmaydi degan uchurni yo'llamoqchimiz. Uning bu so'zlari Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning 2021-yil martda Wang Junjing va Chen Mingoga jazo e'lon qilingandan keyingi muxbirlar qilgan so'zlariga o'xshab ketadi. Moliya Ministerligining bu vaqtdagi materiallarida ko'rsatilishicha, Shohrat Zokir va Erkin Tunyazga jazo e'lon qilingandan keyin ularning Amerika tabiasidagi har qanday mulki to'ng'itildi ekan. Shundaqla ularga qattiq bo'lgan viza cheklamasi ijro qilindi ekan. Amerika hukumatining mazkur qarori e'lon qilingandan keyin muhojiratdagi Uyg'urlar bundan batma xursand bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi bo'lgan esa bu vaqtdagi ziyoratimiz jarayonida buning bir qatimliq oddiy va jazo emasligini, aksicha buning zo'r tarixiy ahamiyatga ega bir voqea ekanligini ta'kidladi. Angliyadagi Uyg'ur sudi tarafidan Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilib bir kundan keyin Amerika hukumatining Shohrat Zokir va Erkin Tunyazlarni nisbatan bir jazo e'lon qilganligi bu tarixiy ahamiyatga ega bir zo'r voqea. Chunki Sharq Turkistondagi Xitoy hukumati yapayotgan irqiy qirg'inchilikni garchi Shi Jinping va Chen Changgo'lar bir qo'lliq yurgizayotgan planlagan bo'lsa-mu, ammo buning amaliy ijro qilish bosqichida Shohrat Zokir va Erkin Tunyazga o'xshaydigan Xitoy g'alchilaridan foydalanib, o'z yerida o'z go'shini qo'rishdan iborat Xitoyning uzun yillik taktikasini ishlatib kelgan. Biz bayonotlarimizda davomli Shohrat Zokirning bu jinoyatga o'rtak bo'lganligi, buning bosh ijro qiluvchisi ekanligini o'tirib qo'yib kelgan. Erkin Tunyazni hatto Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashiga akilib, u yerdagi Xitoyning Sharq Turkistonda yapayotgan jinoyatni oqlaydigan advokatlik vazifasini o'rnatgan. Demak, har qanday bir vaqtda bir jinoyat o'tkazgan va uning sherik bo'lganlarning jazosiz qolmaydiganligining alomati. Bu demak Xitoyga ham Xitoy Shi Jinping va uning hokimiyatiga hamkorlashgan, qo'llagan va bunda rol olgan har qanday bir jinoyatchiga berilgan bir hukm deb qaraymiz. Demak, bu Xitoy bilan hamkorlashuvchilarningmi, Xitoy hukumatidan Shi Jinping bilan hamkorlashuvchilarningmi, ya'ni bu irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'lgan har qanday bir kishining oxirgi hisobda jazosi qolmaydiganligining tipik bir alomati. Amerikadagi Uyg'ur partiyachi Roshan Abbas bu qarorning e'lon qilinishiga nisbatan muhojiratdagi Uyg'ur jamoatining bakma minnatdor bo'lganligini bildirish bilan birga, buning davomli qirg'inchilik qilayotgan bir hokimiyatga qarshi bir amaliy qadam bo'ladiganligini tilga oldi. Bugungi bu jazoning xalqaro kishilik huquq kunidek mushundaq bir simbolik kunda bo'lganligidan intayin xursandimiz. Bu turdagi mushundaq bugünkidek jazolar cho'qim Uyg'ur qirg'inchiligini sodir qilayotgan va uning bevosita chetishchiligi bo'lgan butun amaldorlarga, Xitoyning butun amaldorlarga keng qo'llanishi lozim. O'z hadisi bugungi kunda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlarining bevosita ziyonkashligiga uchragan bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan men Amerika hukumatimizning haqli holda o'zini dunyo miqyosida haqiqiy bir liderlik o'ringa elib, Xitoyga qarshi, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga qarshi har turli konkretni harakatlarni elib berayotganligidan intayin minnatdormiz. Irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan bir bandit hukumati bilan normal savdo munosabati bo'lmasligi lozim. Irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan bir hukumat uchun olimpik tanarkat
musobaqasi bo'lmasligi lozim va irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan bir hukumatning hech qandaq bir ishi qonunliq bo'lmasligi lozim. Shuning uchun bugungi bu berilgan jazo, Amerika hukumati tarafidan berilgan jazo intayin haq bo'lgan va bugünkidek shundoq inson haqlari kunida ham tunögün Uyghur sotida Uyg'urlarning bugun beshiga kelayotgan bu zulmatning haqiqiy irqiy qirg'inchilik ekanligi mustaqil bir sud tarafidan muayyanlashgan qaror berilgan bir kunda chiqqanligi bizning hammamizni nihoyatda xushal qiladi va shuning bilan mushu bugungi jazolardek va tunögünki sudning natijasidek qo'limizga berilgan bu qurollar bilan millatimizning, vatanimizning erkinligi uchun bizning to'xtamay texmo kuchni kuchga qo'shib texmo ko'p harakatlarda bo'lishimizga bizni rag'batlantirdi. Amerika Maliya Ministerligining o'tgan yildan boshlab bir turkum yuqori darajadagi Xitoy amaldorlariga orqama-orqadan bu xildagi embargo choralarini e'lon qilishi hamda buningdagi sabablar haqida so'z bo'lganda, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Dilshod Hasan buning tasodifiy o'tirga chiqib qolgan hodisa emasligini, aksicha buning Amerika Qo'shma Shtatlari barpo bo'lgan vaqtdagi qimmat qarshi prinsiplarining amalda ko'rsatilishi ekanligini alohida ta'kidlaydi. Amerika kishilik huquq, ya'ni xususiy har qanday bir odamning erkinligiga kapolat qilishni Amerika davlatininki davlat asosi qilgan bir davlat. Shuning uchun bugungi kunda dunyodagi zulm ostidagi millatlarninki kishilik huquqini qo'g'dash va shularning erkinligini barobarligiga kapolat berish bu Amerikaninki shu davlat asosidan kelgan va Amerikaning hozirgi xalqarodagi yetakchilik roli bilan birlashib bugungi kunda endi eng navbatdagi hal qilishga tegishli eng jiddiy masala nima deganda Uyg'ur milliy qirg'inchilik. Shuning uchun ham bugun kishilik huquq kuni. Shuning uchun Amerika bu hukmni dunyoga birinchi qitim insoniyatga boshlab kirgan bir davlat bo'lish salohiyati bilan bugungi kunda Uyg'ur masalasini eng jiddiy qarashga tegishlik ham hal qilishga tegishlik bir masala qilishi davlatninki siyosatining eng muhim qismiga kirgizishi menimcha bu tabiiy. Chunki bu davlat shu asosga qurilgan. Kishilik huquq, Uyg'ur masalasi hozirgi dunyoninki yuzlanayotgan birinchi hal qilishga tegishli cho'ng xalqaro masala. Amerika hukumati 2020-yili bu xildagi embargo choralarini e'lon qilganda Chinchanga qatorliq Xitoy amaldorlari o'zlarining buningga qilchilikni parvo qilmaydiganligini, yana kelib o'zlarining Amerikaga berish orzusini yo'q ekanligini jakalagan edi. Bu vaqtda so'z bo'lganda Dilshod Hasan bu faqat quruq ter tarqatish deydi. Uyg'urning vaziyati uchun mayki cho'ng bir ahamiyatga ega deyman. Bu Amerikaning jazosi. Mayli u Xitoylar sahnada turib muxbirga Amerika'da pulum yo'q desin, bağım yo'q desin, yerim yo'q desin. Ama her kanda bir Xitoyninki her kanda bir beshiga kun tushgan vaqtida birinchi o'ylaydigan, qochirgan davlati Amerika. Bu ketishlar emas, butun boyliqlarini Amerikaga qo'ydi, g'arb dunyosiga qo'ydi. Hech kim berib pulini Shimoliy Koreyaga qo'ymaydi Xitoyning amaldorlari. Xi Jinping qizini Shimoliy Koreyaga o'qishga avatmagan. Amerika'nın Harvard Üniversitesi'ne avatgan. Mayli Abdunum rayonininki atalmış Abdunum rayoninin rehberleri neme desin ama ularninki puli mal dünyası Amerika'da mı emas mı biz bilmeyimiz. Ularning sakindik sözü hiç kaçan bir rasop bakmagan. Mesela hem de bugünkü cezada Erkin Tunyaz bilen Şükret Zakir'nin skills cezalandı. Şükret Zakir'nin Germaniyada, Avrupa'da urug' tuqqanlari bor. Mening bilishimcha Şükret Zakir'ning aksi Amerika'da. Shuning uchun bular agar Xitoy pasporti bor bo'lsa hozir bular chiqib chegaradan endi kirolmaydi. Chunki bular Amerikaning tizimligiga kirgizildi, g'arb dunyosining tizimligiga kirgizilgan bo'ladi. Shuning uchun Xitoy amaldorlarininki gapini emas,
ularning amaliyatiga qarash. Bizning Sharq Turkistondan qochib yoki pullarni yo'tib Amerikaga akib olgan Xitoylar meningcha boshqa yernikidan ko'p bo'lsa bu ko'p, oz emas. Bu demaklik ularning o'z sakindi so'zligini hammasi haqqa ko'z tutish. Ammo amaliyotda hammasi bu jazodan qo'rqidi, tuyuqsi qiraydi. Amerika Maliya Ministerligining bu qarori e'lon qilingandan keyin Tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi o'zining Twitter betida uchur yo'llab, kishilik huquqni oyoq osti qilganlarni biz davomli javobgarlikka tortamiz dedi.